Navbatdagi lavhamiz Yakkabog' tumanining Imom Yoqub qishlog'ida oilasi ko'magiga tayanib, noodatiy dars o'tish uslubi bilan ko'pchilik o'quvchilarning mehrini qozongan o'qituvchi Mo'tabar Buxorova haqida. Yakkabog' tumanining Imom Yoqub qishlog'idagi oddiy xonadonlardan biri. O'zbek oilalarida nabiralarga ko'z-quloq bo'lib yashaydigan bobo va buvilarni ko'rish aslida yangilik emas. Biroq bu xonadonda bobo va buvi bekorchilikdan nabiraga qaramaydi. Onasi ishga ketganda oilamiz bilan nevaramizga qarab, ovunib o'tiramiz. Oila boshi Bahodir aka Turdiyevni namunali qaynotalardan biri deyish mumkin. Aynan uning tashabbusi bilan kelinlari bugun o'zlari istagan ish bilan band. Kelinim meni o'zimni farzandimning orqasidan farzandim deb qabul qilganman. Ularning kelajagi meni kelajagim. Shuning uchun men kelinimga shu o'quv markazlarini to'liq jihozlab, taxlab berganman. Gap bu yerda noodatiy dars o'tish uslubi bilan ko'pchilik kuzatuvchilar mehrini qozongan Mo'tabar Buxorova haqida bormoqda. U haqdagi xabarlarda uning biror joyda rasmiy tarzda ishlamasligi aytilarkan, bolalarga mavzuni tushuntirishdagi yondashuvi nafaqat ota-onalarning, balki hatto tajribali ustozlarning ham e'tirofiga sabab bo'lmoqda. O'zi qizim shifokor bo'lmoqchi edi. Shu Buxorova Mo'tabarga matematikaga to'garakka borgandan keyin matematikaga qiziqib ketdi. Endi matematika o'qituvchi bo'lishni istaydi. Avvaliga ro'zg'ordan bo'sh vaqtlarida uyda qishloq bolalariga matematikadan qo'shimcha saboq bergan Mo'tabarning o'quvchilari soni asta-sekin orta boshlaydi. Bular xursandmi, xafami? Agar ayol bo'lsa bular nima bo'ladi? O'tirgan bo'ladi. Birinchi kursimizda uyga boshlagandik. Uyda 5-6 ta o'quvchi bilan boshladik. Keyinchalik o'quvchilar soni ko'payganda uyga sig'may qoldi. Shunda dajon bu yoqda darsxona qibiraman, o'quvchilarim uyga sig'may qoldi degan uchun bu yoqqa ko'chib kelganmizda. 5-6 ta o'quvchi bilan hozir 30+ o'quvchi bilan ishlaymiz. Qahramonimiz oilasining unga berayotgan ko'mak va daldasi haqida gapirishdan charchamaydi. Mashg'ulotlar cho'zilib ketgan vaqtlarda uydagi ishlar qaynonasi zimmasida qolishini, ammo ular bundan og'rinmasligini ta'kidlaydi. Kechasi 7-8 gacha dars qilib ketyapman-da markazda. Shu payt oyijon ovqat qilib qo'yadi ba'zan. Bundan ortiq bilmadim. Kelinlar uchun eng katta narsa bo'lsa kerak-da. Biz ham uning dars o'tish jarayonini biroz kuzatdik va uning mavzuni bola qalbiga yetib bora oladigan darajada soddalik bilan tushuntirayotganini ko'rib, u haqdagi fikrlarning bejizga emasligini tushundik. Tabiiyki, oiladagi qo'llov sabab u uchun ustozlik eshiklari endi ochilmoqda. Tirishqoq muallima qishloq bolalarini ilmli bo'lishi uchun astoydil mehnat qilishini aytadi. Qolaversa, kimgadir ilm o'rgatishi uchun kichik imkoniyatdan yuqori darajada foydalana olayotgani ham uning fikrlarining amaldagi ifodasidir.